O'tganlarni xotirlash, tiriklarni qadrlash insoniylik belgisi hisoblanadi. Ayni damda qisqa hayot kechirgan bo'lsa-da, o'zidan yaxshi nom qoldirishga ulgurgan, umrining bir qismini notariat sohasiga bag'ishlab, sezilarli natijalarga erishgan insonlarni yodga olishni niyat qildik. Samariddin Amanov. Samariddin Amanov bu yorug' olamda 49 yil umr kechirdi. Mehribon o'g'il, namunali oila boshlig'i, qadrdon do'st kabi o'nlab ijobiy sifatlarga ega bo'ldi. Uzoq yillar davomida Navoiy viloyati prokuraturasi hamda Navoiy viloyat adliya boshqarmasida yuqori lavozimlarda faoliyat olib borgan Samariddin Amanov umrining so'nggi yillarini notariat sohasiga bag'ishlab, ulkan natijalarga erishdi. Rahmatli otamiz biz farzandlarini davlat uchun, vatan uchun jonini ayamasdan xizmat qilishga tarbiyalaganlar, o'qitganlar, o'rgatganlar. Davlat ish kutib turmaydi, xalqning xizmatida bo'lishimiz zarur deb ertalab turib ishga chiqib ketardilar. Turg'un Sobirov. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani 2-son davlat notarial idorasining notariusi bo'lgan Turg'un Sobirov ming afsuski bugun oramizda yo'q. Ammo u kishining insonparvarligi, har bir ishga mas'uliyat bilan yondashishi, oila boshlig'i sifatida jonkuyarligi ko'pchilikning yodida. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Uzun, Sariosiyo tumanlari va Termiz shahrida samarali faoliyat olib borgan Turg'un Sobirov nomi hamisha ardoqda bo'ladi. Asqar Mansurov. Asqar Mansurovni taniganlar u kishini oliyjanob, keng dunyoqarashga ega, muammoli vaziyatlarni mohirlik bilan izga soluvchi, samimiy, bag'rikeng inson edi deya eslaydi. Ortida qolgan o'g'il qizi o'ziga o'xshagan ziyoli bo'lishi uchun harakat qilgan Asqar Mansurovning porloq yodi hech qachon o'chmaydi. Matluba Majidova. Samarqand viloyati Payariq tumanida tug'ilgan Matluba Majidova umrining qariyb 40 yilini notariat sohasiga bag'ishlagan. Vafotiga qadar Jizzax shahrida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius vazifasida faoliyat olib borgan. Hamisha insonlarning mushkulini oson qilishga intilgan Matluba Majidovadan 5 nafar ziyoli farzand, yaxshi nom, aziz xotira qoldi. Odil Bahriddinov. 4 nafar qizning mehribon otasi, shirindan shakar nabiralarning qadrli bobosi bo'lgan Odil Bahriddinov ming afsuski bugun oramizda yo'q. Bu kishi uzoq yillar mobaynida huquqshunoslik sohasida faoliyat olib borgan. Zomin tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar ham Odil Bahriddinovning kasbiga sadoqat bilan yondashgani, qabulga kelgan odamlarga xushmuomalalik ila yordam bergani, kerakli maslahatini ayamagani haqida gapirishadi. Komiljon Jumayev. Komiljon Jumayev Navoiy viloyati Karmana tumanida tug'ilgan. Navoiy shahrida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius bo'lgan. Qonun ustuvorligini ta'minlash, adolatsizlikka qarshi kurash, huquqiy maslahatga muhtojlarga yordam berish yo'lida tinmay mehnat qilgan bu insonning nomi yaqinlari tomonidan ezgu sifatlar ila tez-tez yodga olinadi. Jumayev Komiljon G'ulomovich yurist sifatida ham, notariat sohasida ham chuqur bilim va tajribaga ega bo'lganlar. Har bir kelgan fuqaro mana shu turmush o'rtog'imni yaxshi, ezgu fikrlar bilan eslaydilar. Xudoylikni, insonparvarlikni, xalqparvarlikni o'rgatganlar. Insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishni, ularga to'g'ri maslahat berishni, ularni ochiq ko'ngil bilan kutib olib, ularga to'g'ri yo'nalishlar berishimizni ta'kidlaganlar. Sherbek Norboyev. Xalqimizda insonning qancha yashagani emas,
qanday yashagani ahamiyatli degan gap bor. Sherbek Norboyev ham umrining so'nggi yillarini notarius sifatida o'tkazdi. Ko'pchilikka yordami tegdi. Uni yaqindan taniganlar kamtarin, mehribon, adolatparvar, mulohazali inson edi deya so'z boshlaydi. Bu dunyoni 40 yoshida tark etgan Sherbek Norboyev o'zidan yaxshi nom qoldirdi. Hasan Xotamov bu yorug' olamda bor yo'g'i 36 yil umr ko'rdi. 6 yildan oshiqroq vaqt mobaynida notarius sifatida faoliyat olib bordi. Hasan Xotamov Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi o'zining mo'jazgina idorasida el-yurtning xizmatida bo'ldi. О нем можно сказать только хорошее. Я работала с ним с огромным удовольствием. Он был очень добрый, очень отзывчивый. Он был хороший сотрудник, всегда добросовестно выполнял все свои поручения, с уважением относился к людям, которые его окружали, всегда старался протянуть руку помощи. Sheribboy Xudoyberganov hayotning achchiq-chuchugini totgan, yaxshi yomonni ko'rgan, sabrli, mehnatkash inson edi. Umrining ko'p qismini notariat sohasiga bag'ishlagan chin ma'noda fidoyi xodim edi. Ko'pchilikka yordami tekkan, ishiga mas'uliyat bilan yondashgan Sheribboy Xudoyberganovni hamkasblari shunday xotirlaydi. Rahmatli Xudoyberganov Sheribboyni xotirlar ekanmiz. Ham inson bilan birga ketadi. Agar xotiralar yozib qoldirilsa-chi, u abadiy qoladi. Kishilar ongida yana tiriladi, deyishadi. Ana shunday bo'lgan xotira egasi, o'z kasbining fidoyisi bo'lgan inson Xudoyberganov Sheribboy qalbimizda muddam yashaydi. U shunday bir kamtarin inson, hamma fuqaroni to'g'ri tushunadigan, hammadan o'zining yordamini ayamaydigan bir ajoyib inson edi. Allohim rahmatiga olsin, joylari jannatda bo'lsin. Bahrom Hayitov 2022-yil 14-fevral sanasida Qashqadaryo viloyatining turli tumanlarida huquqshunoslik faoliyatini olib borgan Bahrom Hayitovning bevaqt vafoti ko'pchilikni chuqur qayg'uga soldi. Marhumning jonkuyarligi, ishiga mas'uliyat bilan yondashishi, do'stlari, yaqinlaridan yordam qo'lini ayamasligini tez-tez xotirlashadi. Alik Choriyev Surxondaryo viloyatining Angor, Sherobod, Bandixon, Termiz kabi tumanlarida turli sohalarda xizmat qilgan bo'lsa-da, qalban notarius edi. Umrining so'nggi yillarida Termiz tuman xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius bo'lib ishladi. Ota-onasi, aka-ukalari, rafiqasi va farzandlariga mehribon bo'ldi. Havas qilsa arzugulik hayot kechirdi. Abdumalik Mirzayev umrining ayni kamolotga yetgan, kuch-quvvatga to'lgan chog'ida bu yorug' olamni tark etdi. Surxondaryo viloyati Denov tumanida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notariuslar bu kishining mehnatsevarligi, kasbiga sadoqatli inson bo'lganini ko'p ta'kidlashadi. Hozirgacha hamkasblari uning yaqinlari holidan tez-tez xabar olib turishadi. Farhod Ismoilov qadim Xorazm yurtining haqiqatsevar farzandlaridan edi. Notarial sohada egallagan bilim va ko'nikmalarini atrofdagilardan ayamadi. Barchaga birdek yordam qo'lini cho'zdi. Bu inson o'z kasbini fidoyisi edilar. Notariat sohasida faoliyatida uchraydigan kamchiliklarini to'g'rilab, hattoki fuqarolar bilan qanday muomala qilishgacha o'rgatib kelganlar. Ustozni joyi jannatda bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Mohira Sodiqova
Mohira Sodiqova umrining qariyb 26 yilini notariat sohasiga bag'ishladi. Shu vaqt mobaynida yuzlab fuqarolarga huquqiy maslahatlar, amaliy yordamlar berdi. Hamkasblari va keng jamoatchilikning mehrini qozondi. O'nlab shogirdlar yetishtirdi. Bir so'z bilan aytganda, sharafli hayot kechirdi. Ha azizlar, umr oqar daryo deydilar. Uning har lahzasini samarali o'tkazishga, mehr oqibatli bo'lishga, ishlayotgan sohamizni rivojlantirishga, eng asosiysi yaxshi nom qoldirishga oshiqaylik. Zero yaxshi insonlar qoldirgan yorqin iz hech qachon so'nmagay.